سأقبل يا Sadbek. Assalomu alaykum. Bandachilik. Iymon alaykum bo'lsin. Bardam. Bismillah. Qo'la. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. O'tgan javob. Menga biror bir xizmat bormi, Asadbek? Shunday do'stim, sen bor bir xizmatim bor. Bilasan, elda oldi olaman. Shunga bitta yaxshi oshpaz kerak. Ertaga payshanbasi, 3-i, 40-i degan narsalar bor. Shunga 1-2 tonna oshib olmasam bo'lmaydi. Shunga yordam qil do'stim. Endi meni ishi jo'ra. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam azan 3 kun deganlar. Bundan buyog'i bidat hisoblanadi. To'q odamni to'ydirib bo'lmaydi hech qachon. Shuning uchun shuncha rasxod qilishning o'rniga bitta yaxshi savob keltiradigan ish qilsang, maqsadga muvofiq bo'lar deb o'ylayman. Nima deysan? Do'stim, zo'r gap aytding. O'zim ham ichim chiqmayotdi. Men bitta yaxshi fikr bor. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bitta non bering. Hozir. Mana non. Rahmat. Mana puli. Shoshilma. Bir saxiy inson har juma kuni tekinga non tarqatadi. Bu non senga. Pulingga muzqaymoq olib yegin. Shunaqasi ham bo'ladimi? Albatta. Ura! Bolakay. Mazza. Men ham xudo xolasa katta bo'lsam, hamma narsani ehson qilaman.